O'zingizni va farzandingizni tanishtiring. Men Jalol Bahrom, Jalol Mustafon dadasi bo'laman. 1-B sinfda Yelena Yurina qo'lda o'qiydi. Shu nevaramni olib kelaman chetga doim. Nega aynan katta tanaffus maktabini tanlagansiz? Maktab yaxshi bilim beryapti. Men 8 oydan beri o'qitgan bo'lsa, 8 oy ichida ancha ko'p narsani o'zlashtirdi. O'shanga qarab men baholayman maktabni o'zi. Yo'q, ruschani yaxshi o'rgandim 80%. Xitoy tilini aniqroq o'rganyapti. Ingliz tili, ya'ni ular tansi bor. Plus ko'p narsa bor. Sport zallar juda yaxshi. Uncha maxsus sport maktablarida ham bunaqa sport zali yo'q. Judo, gimnastika, kickboks, judoga qatnashadi navaram Mustafo. Yaxshi maktab. 4 mahal ovqat. Hamma qulaylik bor-da. Mana yangi maktab. Hamma partalarni ko'rsangiz ham qog'ozsiz keladi. Hamma qulaylik sharoitlar bor. Yil davomida navarangizda qanaqa katta o'zgarish ko'rdingiz? Katta o'zgarish shu asosan bilim ko'paydi, bilim. Ko'p narsaga o'sha savol javob ko'payyapti-da, savoli ko'p. Doda bu nima? Doda bu nima? Bu nimaga bunaqa yozilgan? Bu nimaga? Aytman shunaqa o'sha qiziqish paydo bo'ldi. Oldingi bog'chadan nisbatan ancha qiziqishi, dunyoqarashi kengaydi bolani. Savol javoblari ko'payyapti. Maktabimizni sizga ma'qul kelgan 3 ta eng yaxshi afzalligini sanab bera olasiz? Birinchisi, bola kun davomida maktabda bo'ladi. Mashg'ul bo'ladi. Obeddan keyin uy vazifasini qiladi, o'qituvchi yonida bo'ladi. Ikkinchisi, bola yaxshi 4 mahal ovqatlanadi, xotirjam bo'lasiz. O'sha qorni to'q bo'lgandan keyin o'qishi ham yaxshi bo'ladi. To'rtinchisi, sportga ham katta ahamiyat berilar ekan. Sportlarga ham qatnashyapti. Shu 3 ta narsa menga juda yoqdi. Maktabga kelishingiz qanday bo'lgan? Birinchi kelganingizni eslay olasizmi? Eslayman, birinchi olib kelganimda eslayman. Xavotir olgan joylarim bo'lgan, hayajonlangan joylarim bo'lgan, qanaqa o'rgatilar ekan, xulos olarmikan, bog'chadan keyin bo'ladi. Yo'q, yaxshi, esimda. Yaxshi, hammasi yaxshi bo'lganda. Yoqimli hayajon deydi-yu, shunaqa bo'lgan. Katta tanaffus boshqa maktablardan nimasi bilan ajralib turadi siz uchun? Afzalligi ko'proq o'quvchilar bilan individual deydi-yu, shunaqa shug'ullanishi ko'p ekan bu yerda. Har birisi e'tibor kuchli, har birisi bitta kamchiligi bo'lsa ham, sarazu bizga xabar beriladi tezda. Shuni o'zgartirib, uyda shunga yordam berib yuboringlar deydi. Sirf e'tibor kuchli bolaga, o'quvchiga e'tibor kuchli, yaxshi dars berishyapti. Bola qiziqishi bor, maktabga intiladi. Ko'p oldin zo'rlab olib kelasiz maktabga, unaqa narsa yo'q hozir. O'zi keladi. Bolani o'qishga qiziqishini qanday oshirish mumkin? Shu gaplashishidan yoki o'sha o'tgan darsligidan, hozir bu o'zbek bog'chadan chiqqanda rus tilida gaplashishi bor. Hozir uyda ham rus tilida gaplashadi. O'zidan ixtiyorsiz. Unaqa hali o'rganib emas, ixtiyorsiz. Katta narsa-da. Bu bitta tilni o'rgandi hozir. Xudo xolasa mana yil oxiriga borsa, keyin 2-sinf yarmigacha mukammal gaplashadi rus tilida. Hozir nolda emas, bir 10%, 15% bilgan bola 80% rus tilini gaplashyapti. O'qiyapti, yozyapti. Hammasi joyida. Savollar beradi. Ko'chada ruscha yozilgan so'zlar hammasi yaxshi. Katta tanaffusni boshqalarga ham tavsiya qilasizmi? Tavsiya qilaman. Xudo xolasa buni sinisi ham keyin emas, undan keyin bog'cha ham bitirsa, olib kelaman. Keyin ko'plik o'zi tavsiya qilaman. To'g'ri ozgina bu endi kommersiy, mablag' tarafdan qilsa, lekin u o'zini oqlaydi. Bolaga qilingan investitsiya o'zini oqlaydi-da. Masalan, bekor vaqtini o'tkazib bir kun, yarim kun obeddan keyin, maktabdan keyin yurgandan ko'ra betda bo'lsa, bu juda foydali. Shuning uchun men tavsiya qilaman hammaga.